Bolalikdagi armoningiz bormi? 3 qiz farzand bor ekan. Otasi ma'lum sabablarga ko'ra boshqa xotin olib uylanib ketgan ekan. Lekin xabar olib turar ekan. 2 yil deganda kelib xabar olayotgan paytida katta qizi ming ichidan yutilib qayta takrorlab dadasiga "Dada, rolik olib bering" debdi, oyoqqa o'chargan. Dadasi "Qizim, shu paytgacha biron joying singanmi?" debdi. Qizi "Yo'q" debdi. "Rolik olsang sinadi" debdi. Oradan vaqtlar o'tibdi, katta qizi o'sha katta bo'lib ketgan. O'gay onasini, otasining yoniga mehmonga boribdi. Borsa o'gay singlisini o'sha so'ragan roliklaridan 100 baravar yaxshilari 5-6 ta bo'lib taxlanib turganimish. Qiz xafa bo'ptimi? Yo'q. Dadam meni ko'proq yaxshi ko'rar ekan. Meni ehtiyotlab biron joyim sinmasligi uchun menga olib bermagan debdi. Yaxshilik qidiribdi. Bolani armoni faqat o'yinchoq, boshqa narsa emas.